Voy, mana shu 13-chi qishloq. Voy, chiqishim kerak. Voy, ajoyib, mana 13-chi qishloq. Qani endi merdi uyi. Mana shu yer bo'lishi kerak adashmasam. Mayli, qani ketdim unda. Hop. Voy. Ho, salom, yaxshimisan? Voy, salom, sen kimsan? E'tibor berma. Mayli, xo'p, mana shu yerda uyi. Kelishganimizdek pullarni olib kelganman. Yaxshi, yetarlicha menimcha. Okey, hop. Mer, assalomu alaykum. Voy, janob millioner, keling. Bilasiz, men qishloqlaringizga bir oy yashayman deb kelgandim. Voy, esimda, mana hujjatlarni tayyorlab qo'yganman. Mana sizga uy, anavi qasr. Mana bumi? Albatta. Yo, men undan ko'ra bir xil, faqat shunaqa, shakli shunaqa, lekin olmosli uy quraman. Bularsiz bo'lmaydi. Qurdiraman to'g'rirog'i. Mayli, bo'lmasa, o'sha yonidagi yer bo'lmasa bo'sh sizga o'sha. Mayli, necha pul bo'ladi u? Bemalol beravering pulni. Okey, mayli. Hop. Okey, mana hammasini olishingiz mumkin. Okey, mayli, mana. Yana pullarni olib kelaman. Hali mashinamda juda ham ko'p pullar bor. Yo, bo'ldi, yetadi janob millioner. Qishlog'imizga kelganingizdan xursandman. Xush kelibsiz bizni qishlog'imizga. Mayli. Mayli, men ketdim. Bo'lmasa sizda ham ofischangiz juda ham ajoyib ekan. Ha, mani uyim bu ham. Nima bo'lganda ham mayli, sog' bo'ling. Okey. Sal bunday mazam bo'lmayapti, shunday sovuqqa. Mayli. Ana endi hozir birontasini chaqirish kerak. Yo, вообще tam qurdiraman. Ungacha bilmadim. Qayerga borsam ekan? Qayerga borardim? Shaharga bir yana aylanib kelaman va uyim bitgandan keyin ko'rib olaman. Nimasi muammo bo'lyapti, tushunmadim. Вообще o'zimga ham hayronman. Quyoshga ham hayronman, hamma narsaga hayronman va mashinamga ham hayronman boru. Mayli, bo'lmasa men ketdim shaharga. Menimcha mana pechkalarim barchasi joyida. To'xtaylar-da. Hozir mana shuni to'g'rilab qo'yaman, okey bo'ldi. Ajoyib. Barchaga salom do'stlar. Meni ismim Arnold va mening yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar, obunachilar yaxshimisizlar? Bolalar, men вообще-там sizlarga bitta video qilmoqchi bo'ldim. YouTube ga video qilishga nima desam bo'ladi? Qaror qildim. Вообще harakat qildim. Nimalar deyapman o'zim. Xo'p, qaror qildim. Mana bu bizning qishlog'imizga oltin, nima desam bo'ladi? Oltin olmoslardan tayyorlangan bir anavi kelgan boyvochcha odam kelgan. Qaranglar, mashinalari ham juda ham ajoyib va o'zi ham ajoyib. Men uyim tepasida nima qilyapti buni pullari? Qiziq, nima bo'lganda ham mana olmosdan tayyorlangan bolalar. Mana buni qaranglar, olmos. Вообще boru gapirishga til ojiz desa bo'ladi. Voy, sal sindirib qo'ymang, yana to'lab yotmay. Короче, bolalar, mana shunday ahvolda. Вообще boru gapirishga til ojiz boru, nima deyishni ham bilmayapman. Lekin nima bo'lganda ham juda ajoyib qilib quribdi o'yini. Xo'p, keyinroq bular bilan tanishamiz. Undan oldin men bilan tanishsanglar. Bolalar, obunachilar, meni yoshim 17 da, Arnold. Keyin shu qishloqda men yashayman va tanishlarim bor o'zimni. Bitta ikkita qishloqda do'stlarim bor va har doimgidek o'zimni ishlarim bor. Bolalar, boshqa youtuberlarga o'xshab mana bunday nima desam bo'ladi? Polizlarni ekish, anaqa qilish emas bolalar. Mana shu shaxtada ishlash. Chunki bolalar, men bu yerlarda polizlarda ishlash umuman yoqmaydi bolalar. Chunki nimaga? Sababi bolalar, polizda ishlab nima kerak? Polizda ishlab? What the hey bolalar, poliz вообще juda ham zerikarli va ustumkir bo'lib ketadi. Shaxtada ham ustumkir bo'ladi, lekin unchalik kir bo'lmaydi bolalar. Shaxta kiyimlari bor alohida, lekin hozir o'zimni kiyimim bilan ish qilaman. Bilmadim bolalar, faqat temir topish kerak, temirlarni olish kerak bo'ldi. Boshqa juda ham qiyin ishlar yo'q. Shunchaki temirlar, mana bu yerda ham temir bor. Shulardan prosta olaman va yig'ib shuni to'g'irlaymiz-da bolalar. Bu shaxta juda ham ajoyib zamonaviy qilingan bolalar, e'tibor bermanglar. Bu shaxtani nima desam bo'ladi? Bitta shaxs degan bolani o'zi qurgan. Bilmayman bu shaxs kim.
qanaqadir youtubermi, ko'pchilik aytadi u youtuber. Uni kanalida 10 mingtadan ziyod obunachilari bo'lgan, lekin u hozir YouTubedan ketgan deyaptilar. Nima YouTubedan qanday qilib ketishi mumkin? Shunday zo'r obunachilar bilan ketib bo'ladimi deydiganlar bo'lsa bilmam. Mayli, o'zi biladi, lekin balkim qaytib qolishi mumkin bolalar. Agarda uni obunachilari qo'llab-quvvatlasa, uni obunachilari nima desam ekan, uni eslashmasa ham kerak. Mayli, menga umuman qiziq emas. Menga faqat Arnoldning obunachilari qiziq. Sizlar qiziqsizlar bolalar. Okey, mayli. Sizlar deyotibman, ayrimlar meni obunachim bo'lmaydi, ayrimlar menga obuna bo'lmaydi. Sababi men juda ham yomon bola bo'lsam kerak, to'g'ri, lekin men yomonlik qilmaganman hech kimga. Mayli. Nima bo'lganda ham, juda ham ajoyib bo'lib turibdi. Buni qaranglar, boyvachchalarni uyida. What the hell? Lekin mana bu yerda meni uyimning tepasida uni pullari turishi menga umuman yoqmayapti. Va keyin aqli bo'lganda bu tepaga qo'ymasdi, chunki hozir shamol bo'lsa pullarni uchirib yuboradi. Mayli. Hop, buni yozib olib. Zoki, mayli. Yaxshi bo'ldi. Xo'p, ana endi men bularni umuman bu yerga bermayman. Men buni prosta sandiqimga qo'yaman. Yo'q, sandiqga emas, mana bu yerga qo'yish kerak edi bolalar. Uzr, adashib ketdim. Okey, bo'ldi. Ana endi buni yondirib temir qilib sotaman bolalar, har doimgidek. Bolalar, men temirchilik qilaman-da, mana bunday qilaman. Tak ishlab har xilcha kirkalar, qilichlar, o'roqlar yasayman bolalar. Mayli, xo'p. Ana endi mana buni uyiga kiramiz. Ajoyib. Ochib bo'ladimi? Ochib bo'ladimi bolalar? Yo'q, ochib bo'lmasa ekan, bu yerni-chi. Ajoyib. Mayli. Nima bo'lganda ham kim bor, kirsam bo'ladimi? Mayli, kiravering. Okey. Voy, assalomu alaykum. Voy, siz meni qo'shnim bo'lsangiz kerak, Ismingiz adashmasam Armonmidi, kim edi? Yo'q, Armon emas, Arnold. Arnold, yaxshimisiz? Yaxshi. Voy, juda ham ajoyib, juda ham zo'r ekan, sizda mana bu uylaringiz. Albatta, ko'rishingiz mumkin bemalol. Eshikni yopsangiz. Uzr, eshik ochiq qoldiribman. Ajoyib, bu yerga o'tirib televizor ko'rishga nima deysiz? Bemalol, men ham shuni endi so'ramoqchi bo'lib o'tirdim sizdan. Ajoyib bo'ldi, televizor qo'yavering, men o'zimning obunachilarimga nima desam bo'ladi, uyingizni obzor qilib bersam, uyingizni ko'rsatib bersam bo'ladimi, rozimisiz? Bemalol. Nechta obunachingiz bor, sir bo'lmasa? To'g'risini aytsam, men YouTube'ga yangi YouTube kanal ochganman va obunachim hali bitta. Mayli, ko'tarilib ketadi, e'tibor bermang. Sir bo'lmasa siz nima ish qilasiz? Bunchalik ko'p pullaringiz bor. Nima desam bo'ladi? Men o'sha sir, uzr ayta olmayman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Ish qilib yomon ish qilmasangiz bo'ldi menga. Ajoyib. Sal eski ekan u. Mayli. Buni nima desam bo'ladi? Qolmay qolibdi, juda ham qimmatdan ular. Boylar ko'payib ketyapti, boylar, millionerlar. To'g'ri aytasiz. Nima? Shunchalik qimmat kravat qolmay qolibdimi? Men shuni ayting, umuman. Hamma olgan uni, bir ikkitalar qarzga bo'lsa ham olgan, bilmadim, kravatni nimasi zo'r, lekin menga ham yoqardi u kravat. Mayli, nima bo'lganda ham yotib uxlasangiz bo'ldi-yu. Qulay, shinamgina. Meni kravatim bittagina va kichkinagina oddiy Minecraftniki. Mayli. Siz ham kuchayib ketsangiz kerak YouTube orqasidan. Balkim, umid qilaman men ham. Ajoyib, bu yerda soatlaringiz bor. Zumradlar va olmoslar, ajoyib. Tepaga chiqsam bo'ladimi? Olmosli narvon. Bemalol chiqavering. Mana bu AirPodsmi? E'tibor bermay qo'shiq eshitaman-da. Mayli, o'zingiz bilasiz. Oh my god, what the hell? Вообще yo'q, bo'laman, qaranglar. Kechirasiz. Nima deysiz? Iltimos, stolning ustiga chiqmang. Uzr, sal chiqib ketib qoldim. Qayerdan ko'rdi, kamerasi bormi? Mayli, bo'lganda ham Minecraft, nimadir, diagramma, bu Telegram adashmasam, papka va boshqa narsalar. Ajoyib. Bu yerlar-chi, bu yerda qanaqadir kodlar, gul va qanaqadir yana kod. Mayli, nima bo'lganda ham. Hop, tepada teleskop bor ekan. Teleskopda nimadir ko'rsa kerak. Ajoyib. Nima ko'rsa ham ish qilib, yaxshi narsani ko'rsa bo'ldi. Menimcha, mana bu o'rmonlarni ko'rsa kerak. Mayli, nima bo'lganda ham. Mana bu pullarni aytishim kerak edi. Pullarni ko'rib esimga tushib ketdi. Hop. Asta tushaman. Okey. Hop, janob, ismingiz nima, sir bo'lmasa? Meni millioner desangiz ham bo'laveradi. Bunchalik kibr bo'lish shart emas lekin. Kibrli emas, meni ismim millioner. Yo'q.
Pulingiz qancha o'zi? Milliarderman o'zi aslida. Voy, ajoyib. Juda ham maqtanvordingiz. Ana endi haqiqiy ismingizni ayting menga. Siz bo'lmasa nima desam bo'ladi? Yaxshi yomon bo'lmaylik. Mayli Arnold. Hech kimga aytmaganman, lekin senga aytaman. Mening haqiqiy ismim kulgili, lekin nima desam bo'ladi? Shu uchun hech kimga aytmayman-da. Menga aytmoqchi bo'lib turuvdingiz-ku. Bemalol aytavering. Men hech kimga aytmayman. Mayli. Hop, meni ismim Shohruz. Oh my god, ajoyib bu Shohruz. What the hell? Вообще shkalatu. Endi-da, mayli, unutaylik shuni. Mayli. Xo'p, mana bu pullaringizni mana uyimni ustiga qo'ymang iltimos. Вообще noqulay bo'lyapman. Nimaga? Uchib ketadi pullaringiz shamolga. Voy, shu narsani o'ylamabman. Pul topib aql topmabman-da. Mayli janob, hech qisi yo'q. Bo'lmasa xohlasangiz pullaringizni olib, sizga qaytarib beraman. Mana bu shkafingizga ham qo'yib beraman. Voy, juda ham ajoyib bo'lardi. Okay, hozir 5 minutda olib kelib beraman. Okay. Xo'p. Bolalar, hozir shunday kelgan olamiz. Yaxshi. Okay, ana endi hozir tepaga chiqib ko'ramiz. Hop janob, 5 minut sabr qilsangiz, hech nima qilmaydi. Uy, asta tushib ketadimi mana bu kompyuterlarning ustiga. Hoppa, bo'ldi, hammasini olamiz. Yaxshi. Bitta ham pullari qolib ketmasin, yana mendan ko'rmasin o'g'irlading deb. Mayli. Ismi nima edi? Ismi esimdan chiqib ketdi. Nima deydi? Nima shunaqa ism, nima chiroyli-yu. Masalan, meni ismim Arnold. Menimcha ajoyib meni ismim bolalar. Meni ismim bilmadim bolalar. Bularga nimadir deyishga ham hayronman. Bu milliarderlarga, boylarga o'zini ismidan uyaladi. What the hell, men bu hozir izmurud 3 ta bolalar havoga. Bu Minecraft bo'ldi. Mayli. 3 ta qoldi. Xo'p, yana 2 ta, xo'p, 14 ta, 15 ta, 16 ta izmurud bor ekan. Ajoyib. Xo'p, ana endi qayerdan bunday qilib chiqsak ekan? Mayli, mana bu yerlarga. Hop, mana janob, sizga olib keldim pullaringizni. Mana 16 ta zumrad va 22 blok pullaringiz. Hech nimani olmadim. Sizga juda ham katta rahmat, Arnold. Mayli, men ketdim. Aytgancha siz qanchaga keldingiz bu yerga? Adashmasam 1-2 oy qolaman, keyin ketaman. Nima uchun keldingiz bu yerga? Dam olishga kelgandim. Bu yerda restoranlar yo'qmi? Janob, bu yerda hech nima yo'q. Masaj xonalar yo'q, hech qanaqa hech nima yo'q. Bu yerda prostak uylar bor, bo'ldi. Hech qanaqa bunaqa serverlar yo'q. Daj do'kon ham yo'q. Voy, bo'lmasa men ketaman, shekilli. Ketsammikan? Janob, o'zingiz o'ylayvering, keyin anav qilamiz. Xo'pmi? Hop, mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana Arnold bo'ldim. Aytgancha bolalar, menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin va bu nima desam bo'ladi, buni milliarderga ham obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Uni YouTube kanali bormi-ekan? So'ramabman. Kechirasiz, YouTube kanalingiz bormi? Yo'q, YouTube ga qiziqmayman. Mayli, yaxshi qilasiz. Hop, va o'zimga va yana o'zimga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana Arnold bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr bo'la. Aytgancha like va obuna bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va kommentariy yozish ham esingizdan chiqmasin. Kommentariyada Arnold Kachok deb yozsanglar, kim videoni oxirigacha ko'rganini bilib olaman. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men Arnold bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr bo'la. Sog' salomat bo'linglar.